Klass 55 press podborshigi Turkiyada ishlangan bo'lib, Germaniya texnologiyasi bo'yicha ishlangan. Germaniyada ishlangan Klass Markant 55 press podborshigidan hech qanday farq qilmaydi. Men o'zim bu press podborshigidan olib ishlatyapman. Mana hozir yaqinda oldim, lizing bo'yicha sotib olganman, o'zim ishlatyapman. Hech qanday farq qilmaydi. Bu Turkiyada ishlangan bu Klass press podborshigilardan bizda 12 dona bor. O'zimiz Yangiyo'l tumanida. Nechtasini shuni olib ishlatganmiz. Yoqqancha yana keldik shunga. Men o'zim 90-yildan beri mana shu sohada ishlayman. Germaniyani Markant 55 apparatidan hech qanday farqini ko'rmadim. Mexanizmlari hammasi Markant bilan bir xil. Turkiyada ishlab chiqarilgan bilan orqaning mexanizmlari, mana reduktorlari hammasi Markant 55 niki, farq qilmaydi. Bir xil ishlangan. Men o'zim 90-yildan beri shu mana shu press podborshig ishlataman. O'zim shuni ustasiman. Garantiyasi bor. 1 yil